Bugun sizlar bilan ko'pchilik yaxshi ko'radigan 8 element atirini originali poddelkasini farqlashni o'rganamiz. Originali o'tkir seriy matviy bo'ladi, poddelkasi ochiq seriy yaltiroq bo'ladi. Originalida sroki qora rangda bo'ladi, poddelkasida ko'k rangda bo'ladi. Originalida QR kodi bo'ladi, upakovkasi bir tekisda bo'ladi. Poddelkasida upakovkasi notekis bo'ladi. Originalida yozuvi mayda yozilgan bo'ladi, poddelkasida yirik yozilgan bo'ladi. Endi eng asosiy joyga keldik. Ochib flakonidan farqlaymiz. Originalida mana shu joyi ochiq fioletli rangda bo'ladi, poddelkasida ko'k rangda bo'ladi. Originalida yaltiroq rangda bo'ladi, poddelkasida matviy bo'ladi. Bu videoni yo'qotib qo'ymaslik uchun saqlanib qilib qo'ying. Atirni sotib olishga borganingizda qayta ko'rib olish uchun bizga obuna bo'lib qo'ying. Bundan-da yaxshi kontentlar hali oldinda.